Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Chumoli Trader. Men sizlarni yangi strategiya Retail Manipulation'da ko'rib turganimdan xursandman. Nimaga endi bu yerda 1.0 deb yozib qo'yilgan sababi vaqtlar o'tgani sari update qilib bormoqchiman, lekin hozirda juda ham aktual. Ya'ni juda ko'p backtesting qildim har xil yo'nalishlar bo'yicha. Hozircha o'zini oqlayapti. Hali sizlar bilan batafsil gaplashamiz. Undan tashqari mana bu yerda yozib qo'yganman. Logikasi nima o'zi? Strategiyani oson trade qilish shunchaki. Undan tashqari maqsad nima? Shunchaki yaxshilik qilish. Tushunyapsizlar? Boshqa maqsadim yo'q. Sizlardan bitta narsa qo'llab-quvvatlanadigan Instagram, Telegram va YouTube kanallariga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Men sizlardan hech narsa so'ramayman. Buni men to'g'risini aytganda juda ham ko'p energiya, vaqtimni sarfladim. O'shaning uchun o'zi sotmoqchi ham bo'ldim to'g'risi. Haligi odam nafsi bo'ladi-yu baribir. Qara, hozir portlatasan. O'sha yangi strategiya o'ylab topding. Endi portlatish kerak, sotish kerak, faqat soqqani qilish kerak degan narsa bo'ldi to'g'risi. Lekin ichimda nimadir o'sha narsaga hali qilmadi. Nima desam bo'ladi? Yo'l qo'ymadi shu narsani sotishga. O'shaning uchun agarda bu strategiyani qayerdadir ko'rib qoladigan bo'lsanglar, meniki bilan bir xil bo'ladigan bo'lsa, sekin eslatib qo'yinglar o'sha odamga. Что noto'g'ri yo'ldasan. Bu narsani YouTube'da berilyapti o'zi, berilgan bepulga deb. Xo'p, endi qaranglar. Strategiya nimadan iborat? Men sizlar bilan ko'rib chiqaman. Ya'ni o'zi buni tagi qayerdan kelib chiqdi? Tagi esinglarda bo'lsa 1 yil oldin yoki bo'lmasam 1,5 yil oldin YouTube'ga video qo'ygandim. Ya'ni Nasdaqdagi 70-80% strategiya deb u narsani ko'rmagan bo'lsanglar, o'zi kanalimda hech qancha video yo'q. O'shani ko'radigan bo'lsanglar, o'sha bilib olasizlar. Hozirgi strategiyamizni asl mohiyatini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Nimalar qilib bera oladi, qanday qilib ishlanadi o'sha narsani. E'tibor beringlar, strategiya juda ham oddiy o'rtoqlar. Ya'ni men sizlarga 14 ta vaqt beraman. 14 ta vaqt. Xuddi o'sha 14 ta vaqt ichida demak bizga setup beradi bozor. Ya'ni mana shu 14 ta vaqt qayerdan kelib chiqdi? ICT macro time frame'lardan. Ya'ni ana shu algoritmda yaxshi yuradigan vaqtlarni filtr qilib ko'rdim. Misol uchun bizda borda mana bunaqasiga akkumulyatsionni vaqtlarimiz bor. Narx bitta range ichida tushib qoladi. 100% bunaqa bo'lmaydi-yu, lekin katta ehtimol bilan shunaqa bo'ladi. Bizda bor, misol uchun manipulyatsion zonalarimiz bor, ya'ni vaqt oralarimiz. Bizda bor distributsiyalar bor, ya'ni davom etadigan vaqtlar bor. Xuddi o'sha manipulyatsiya va davom etadigan vaqtlarni filtr qilgan holatda eng yaxshilarini filtrlab test qilib ko'rishga harakat qildim va hozircha o'zini oqlayapti. Men bu vaqtlarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, bemalol o'tsanglar bo'ladi. Ana shu Telegram kanalda vaqtlar bo'ladi. Bo'lmasam ketdik. Ya'ni asosiy qoidalar sizlarga tushuntirib o'taman. Qaranglar. Birinchi navbatda nima? Men sizlarga beradigan vaqtlarim bor. Bu yerdagi noto'g'ri, ya'ni bo'ladi deb o'ylab qolmanglar. Men sizlarga ana shu 14 ta beradigan vaqtim bor. Xuddi o'shalarda demak belgilaymiz o'sha vaqtlarni. Belgilaganimizdan keyin xuddi o'sha makro vaqtlar oralig'ida minimum va maksimum zonalar shakllanishi kerak. Va ana shu shakllangandan keyin biz nima qilamiz? Ya'ni mana shu zonani buzib o'tgandan keyin, ya'ni keyingi vaqt oralig'i. Mana shu zonani buzib o'tgandan keyin shunchaki entry qilamiz. Retestdan entry qilishimiz mumkin yoki bo'lmasam primoy entry qilib olishimiz ham mumkin. Tushunyapsizlar? Keyin bu strategiya hammaga to'g'ri keladi, ya'ni tradingga endi kirib kelgan odamga ham, undan tashqari anchadan beri trading bilan shug'ullanayotgan, ana shu ICTda, SMCda ishlayotganlar yoki bo'lmasam SNRda ishlayotganlar, sizlarga oson bo'ladi deb o'ylayman. Sababi sizlar baribir haligi manipulyatsiya bilan, fake breakout bilan solishtirishni bilasizlar xullas. Qayerdan kirib, qayerdan chiqishni bilasizlar. Yoki bo'lmasam qayerga kirmaslikni bilasizlar. Lekin yangilarga ham bo'laveradi. Bemalol ishlasanglar bo'laveradi. Xo'p, bizda xuddi shunaqa, ya'ni entry qilasiz. Entry qilganingizdan keyin take profit bizda bo'ladi. Standard deviation -1 va standard deviation -1.5 zonalarda. Va bizda stop lossimiz bo'ladi. Fibonacci'da 0.70% da bo'ladi. 0.70%. Hozir bu narsani trading view ga o'tganda men sizlarga ko'rsatib o'taman. Endi ya'ni bu buy ko'rinishini hozir bilan ko'ryapmiz. Bunaqangi qiyin emas. Mana bu bizdagi sell ko'rinishi o'rtoqlar. Qaranglar, bizda hozir ana shu biz vaqt oralig'imizda maksimum va minimum darajalar shakllanyapti. Undan tashqari, xuddi mana shu vaqtlar tugagandan keyin keyingi vaqt oralig'ida biz nima qilyapmiz? Breakout qilishimiz mumkin. Ya'ni tanasi bilan. Hozir qoidalarni ham tushuntiraman. Checklistimiz bor, o'shani ko'rasizlar. Keyin biz primo entry qilishimiz mumkin yoki bo'lmasam откатdan entry qilishimiz mumkin, va farqi yo'q. Xuddi shunaqa ko'rinishda o'sha aytganimdek, take profit -1 ga va -1.5 zonalarda surish kerak. 1 ga 2 va 1 ga 3 RR da sursanglar ham bo'laveradi satnashanga. Tushundinglar-a? Endi checklistga o'tadigan bo'lsak, qaranglar. Birinchisi M3 va M5 time frame'larda tasdiq qidir deyapti. Ya'ni bu degani nima degani? Misol uchun, mana ana shu macro time'da bizda yaralgan maksimum va minimum zonamiz bor. Va ana shu zonani keyingi vaqt oralig'idagi shamchamiz
shpilkasi bilan buzib qo'ydi deylik. Demak, agar shpilkani o'zi bilan buzadigan bo'lsa bo'ldi. Bu bizda fake breakout bo'ladi-da, biz kutib turamiz. Yoki bo'lmasam obratga ishlasak bo'ladi odatda, lekin tavsiya bermayman. Fake breakoutdan keyingi obratga ishlashni o'sha qarama-qarshi tomonga. Qachon bizni tanasi bilan buzib o'tadi? M3 M5 shamchamiz ana o'shandan keyin ishlasangiz bo'laveradi. Mana shu yo'nalish bo'ylab. Tushunarli? Xuddi shu haqida ketyapti gap. Undan tashqari, qachon kirilmaydi? 7 ta shamcha yoki 45 daqiqadan oshsa no entry deb yozib qo'yganman. Ya'ni bu degani nima degan qaranglar, e'tibor beringlar shu yerga. Xo'p. Misol, mana sizda maksimum va minimum daraja shakllandi. Va ana o'shandan keyin M5 yoki bo'lmasam M3 shamchalarimiz hech qaysi zonani buzmayapti. Ya'ni pastni ham buzmayapti, tepani ham buzmayapti. Xuddi o'sha vaqt oralig'ida 7 ta shamchadan oshib ketadigan bo'lsa, demak, keyingi makro vaqtni kutamiz. Xuddi shunaqa logika yaralishini, ya'ni xuddi shunaqa harakat yaralishini. Yoki bo'lmasam 45 daqiqadan oshib ketib qoldi, hali ham signal yo'q. Demak, keyingisini kutishimiz kerak bo'ladi. Bu o'sha biz uchun aktual bo'lmaydi. O'zi aslida aktual, lekin baribir mana bu signal beradigan 14 ta vaqtimiz bor bir kunda. Xuddi o'shani vaqt oralig'lari 30 minutdan 45 minutgacha. Xuddi o'shani hisobiga keyingi makro vaqtimizni kutsangiz bo'laveradi signal beradigan. Tushunarli? Shu narsani ham hisobga olib qo'yasiz. Undan tashqari bizda uchinchisi, test uchun 1 oy davomida faqatgina 0.5% dan risk qil deyapman. Bu narsani men o'zim test ham qilib ko'rdim, hali ko'rsataman. Ya'ni TradingViewga o'tganda har bitta statistikasini ko'rsatib beraman. O'shaning uchun 0.5% dan risk qilasiz, 1% ga oshirib yormang. Qachon bu narsani tushunib yetasiz, oxirigacha ana o'shanda sekin-sekin riskni ko'tarib borsangiz bo'laveradi. Undan tashqari re-entry qilish mumkin emas. Ya'ni bu nima degani? Qaranglar. Misol, mana bitta savdoga kirdingiz. Sizda buzib o'tdi deylik tanasi bilan. Stop lossni bu yerga qo'ydingiz. Ana shu 0.70% ga. Narx keldi, kelib turib, bu yerda stopingizni oldi. Nima qilamiz? Bo'ldi, dam olasiz. Chunki atiga 0.5% risk qilyapsiz. Keyingi bizdagi vaqt oralig'i ochilgandan keyin, ya'ni makro time ochilgandan keyin yana 0.5% risk qilyapsiz deb 1-2 soatnashenya bilan ishlab chiqib ketyapsiz. Tushunyapsizda? Ya'ni foydangiz qoplanadi baribir. Baribir kunning oxirida men ishonaman foydada chiqasiz. Kunning oxirida hech bo'lmaganda 0.0 da chiqasiz. Men bu narsaga garantiya bera olmayman. Ya'ni 0.0 da chiqishingizga. Agarda haqiqatan ham mana shu qoida bo'yicha ishlaydigan bo'lsangiz, hozir ko'rsatib berayotgan qoidalarim bo'yicha. O'shaning uchun re-entry qilmang. O'zi aslida mana bunaqa narsa bor. Ya'ni mana shu test davomida shunaqangi bo'ldiki, bizda narx maksimum va minimum darajasini yaratadi. Fake breakout beradi. Ya'ni entry qilib qo'ygan bo'lasiz, stop lossingizni oladi, olgandan keyin pastga qarab turib oqadi. Aslida pastga qarab turib oqayotgan vaqtda siz bu tomonga qarab turib ishlasangiz bo'laveradi. Lekin buni men maslahat bermayman. Sababi o'sha aytganimdek bizda 14 ta vaqt bor. Shunchaki o'sha 0.5% risk qiling, stop oldimi bo'ldi. Ana shu narsaga ko'ning. Ya'ni qayta entry qilmang yoki bo'lmasam bu sell ketargan deb turib sell ochib qo'ymang. Shunchaki tartib bilan savdoni amalga oshiring. Endi qaranglar, 5-inchisi bor. Agar nafsni jilovlamasang, hech kim seni qutqara olmaydi. Sizni hech qanday strategiya, hech qanday ustoz baribir qutqara olmaydi. Sizdan nima talab qilyapti? Mana shu vaqt 14 ta vaqt oralig'ida shunchaki 0.5 dan risk qil. Agarda tajribali bo'ladigan bo'lsang, fake breakoutlarda ajratib turib risk qil, ya'ni entry qil, foydani olib chiq. Bo'ldi. Undan tashqari, men sizlarga hozir standart deviation -1 deyapman. -1.5 deyapman, to'g'rimi? Take profitda. Siz misol uchun narx zo'r ketyapti-yu, oqib mana bittadan sell kirgan bo'lsangiz, oqib ketyapti-yu. Oxirigacha ushlab turavering, balki mana bittaga yurishi mumkin. Yurishi mumkin. Lekin mana bu darajalarga kelgandan keyin, ya'ni standart deviationda 1.5 darajalari narxda odatda mana bu korreksiya bergizib yuboradigan zonalar-da. O'shani hisobiga siz mana shu darajalarda chiqib ketganingiz ma'qul. O'sha 1.2, 1.3 ta oldingizmi, bo'ldi. Bozordan chiqib keting umuman. Ya'ni ushlab turavermang. Misol uchun chiqib ketganingizdan keyin balki siz bilan impuls bilan oqib ketar. Lekin siz umuman bu narsani qizig'i bo'lmasligi kerak. Tushunarli? Shu qoidalarni demak eslab qolinglar. Xo'p, endi TradingView o'tamiz o'rtoqlar. Ya'ni mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana bu yerda men oxirgi 7 kunlik, ya'ni mana shu haftada necha protsent bera oldi strategiya. E'tibor beradigan bo'lsanglar, haftadagi treytlar 28 ta bo'lgan. Take profitlar 16 ta, stop loss 12 ta. Va bu yerda qanaqangi kod yozilgan? Har bitta bitim uchun 0.5% dan risk qilganda stabilna 0.5% dan risk qilganda ana shu 1.2, 1.3 sootnosheniya bilan mana bunaqa natija bo'lgan. Ya'ni haftani oxirida siz baribir 57% win rate bilan va undan tashqari haftalik $6,750 bilan chiqib ketyapsiz. Ajoyib hafta. Ko'ryapsizlar? Endi kelinglar mana shuni boshqa paralarda ham ko'ramiz. Xo'p, bu yerda hozir M3 bor ekan, mana M3 bor, M5 bor. Ya'ni har bittasini win rate'ini ko'rib olsanglar bo'laveradi mana bunaqa ko'rinishda. Вот. 22 ta 14, 8, 63%. USD JPY. USD JPY ga ham qaraydigan bo'lsak, bizda nima bo'lgan? 58%. 0.5% dan stabil risk. 67%.
Endi Goldga o'tadigan bo'lsak, Goldda 47% baribir plyusdasiz. M3 ga o'tadigan bo'lsak, 50% baribir plyusdasiz. M1 ga o'tadigan bo'lsak, 52% baribir plyusdasiz. Ya'ni boshida men sizlarga ko'rsatib o'tgan ana shu qoidalarim bo'yicha amal qilib ishlaydigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa plyus chiqyapsiz. Mana M3 63% kumushda, M5 54% kumushda. Tushunyapsizlar? S&P 500 62%, 61%, M1da 65%, Bitcoin 63, 68, 66. Ko'ryapsizlar? Ya'ni bu bir haftalik natija. Bir haftalik. Nasdaq 61%, 56%, 71%. Ko'ryapsizlar? Bu men spesialni sizlarga agarda haqiqatan ham siz 0.5% dan hozirgi aytgan qoidalarimga amal qilgan holatda savdoga kirib, savdodan chiqishlarni ham xuddi shunaqa amalga oshiradigan bo'lsangiz, bo'ldi, xuddi shunaqa foyda chiqasiz deb turib men sizga ko'zingiz bilan ko'rsatib qo'yapman shu narsani. Mana bitta VTI bor mana. VTI oramizda ishlaydiganlar bo'lsa 57%. Xo'p, M3 da 59%, M5 da 63%, M15 ham bor, lekin bu juda ham katta bo'lib ketadi, signal kechib ketadi. O'shani hisobiga xo'p, o'rtoqlar, endi kelinglar sizlar bilan mana bunisini ko'rib chiqamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu ana shu bir haftaning ichida qanaqa statistika bo'ldi, xuddi shu. Mana bu yerda 200 ta trade'da necha foiz beryapti? 200 ta trade'da. E'tibor berasizlar. Ya'ni bu nimani hisobiga olingan? Qaranglar, 100 ta akkaunt bo'ladigan bo'lsa, stabil 0.5% dan risk qilingan holatda, stabil 0.5% dan risk, 1 ga 2, 1 ga 3 соотношенияda ishlaydigan bo'lsangiz, qaranglar. 130 ta trade'da qancha beryapti? 59% beryapti. Ya'ni funt 54 ta stop bo'lgan, 80 ta take profit bo'lgan. Birinchi etapdan o'tilgan, ya'ni kod shunaqa yozilgan. Xo'p. M3 bizda 62% beryapti, ko'ryapsizlarmi? 94 ta trade'da USDJPY, USDJPYda 60%, M3imiz, M5imiz bizda 62%, M1 ham yaxshi, M1 ham 65%. Odatda men sizlarga dars boshida aytib o'tdim-ku. M3 bilan M5 ni qaranglar deb. Odatda M1 da ham qarasa bo'laveradi. Ya'ni M1 breakout beradigan bo'lsa, primoy kirsangiz ham bo'laveradi. Lekin mana shu narsani test qilguningizcha hozircha M3 bilan M5 ni ishlab turing. Ana o'shandan keyin M1 ga o'taverasiz. Qachon уже yaxshi tushunib olganingizdan keyin. Xo'p, Goldda bizda 52% M1 da, 65%, 58%, 130 bitta trade'da, kumush 60%. Xo'p, 62%. E'tibor bersanglar, S&P 500 bizda 67%, 130 bitta trade'da, 72%. Bitcoin bizda 63%, M3 dagisi, M5 dagisi 68%, M1 dagisi 63%. Ko'ryapsizlar? Ya'ni M3 da ham, M1 da ham ishlasa bo'laveradi. No, baribir ehtiyot bo'lish kerak demoqchiman xolos. Mana bu yerda 71%, 61, 61. VTI bizda 63%, 62% va 57%. Xo'p, endi o'rtoqlar, qaranglar. Bir narsaga e'tibor beramiz. Ya'ni mana shu yerdan hozirgi ishlash uslubini ko'rib chiqadigan bo'lsak sizlar bilan. Ya'ni qanday ishlanyapti? Xuddi shu narsaga e'tibor beramiz. Qaranglar. Mana bizda mana bu yerda maksimum va minimum daraja bor, to'g'rimi? Aynan mana shu makro vaqt oralig'ida yasalgan. Xuddi shu yerga mana bunaqa ko'rinishda tortamiz. Vot. Mana bu yerga tortildi. Ko'ryapsizlar? Bizda break bo'ldi mana bu yerda. Ya'ni mana bu shamchada. Demak, siz primoy kirsangiz bo'laveradi. Mana bunaqa ko'rinishda. Yoki bo'lmasam M1 da tasdiq olib turib kirsangiz bo'laveradi. Mana 1.39. O'zi aslida mana bu yerda bizda full TP bor. Bu narsani men hozir darslikda yozmadim. -2.5. Mana bizdagi full TP bu yerda joylashgan o'rtoqlar. -2.5. Ya'ni bu qanaqa holatda kiriladi? Odatda trend bo'ylab ishlayotgan vaqtingizda. Xuddi shu M15 yoki bo'lmasam H1 da trend bo'ylab ishlaysiz. Xuddi o'sha vaqtda ishlasangiz bo'laveradi. Xo'p. Mana bu holatga e'tibor beradigan bo'lsak. Mana bizdagi ana shu makro vaqt hozir hech narsa bo'lmadi, ya'ni hech qanday signal yo'q bu yerda. Demak, nima qilish kerak? Kutish kerak. Agar bu bermaydigan bo'lsa, keyingisini kutish kerak bo'ladi. USDJPY ga o'tadigan bo'lsak. Постоянно beradimi? Take profit beradimi? Yo'q, постоянно take profit bermaydi. Lekin ehtiyot bo'lish kerak. Qayta reentrylarga. Xo'p, bizda mana bu yerda minimum daraja yaralgan, mana bu yerda maksimum daraja yaralgan, to'g'rimi? Mana bunaqa holatda tasavvur qiling. Mana bu откатdan kiryapsiz mana. Stop loss bu yerga bo'lyapti. Take profit. Agarda hozir bizda buy trend bo'ladigan bo'lsa, ushlab tursangiz bo'laveradi. Mana bu zonagacha. Yoki bo'lmasa mana bu 1.5 da chiqib ketsangiz bo'laveradi, 1 ga 2 соотношенияda. Stop oladigan bo'lsa, kutasiz shunchaki keyingi vaqt oralig'ini. Gold ko'radigan bo'lsak. Gold nima qildi? Mana bu holatda bizda bor-da. Vot. Maksimum va minimum daraja bor.
Mana bu yerda bizda buzib o'tyapti tanasi bilan. Mana shu maksimum darajani ikirilyapti. Mana bu zonadan, mana take profit, mana bu full tepa, mana bu stop loss. Ko'ryapsizlar, 0.7 darajasi. Bu narsani men hozir sizlarga buni ko'rsatib qo'yay. Mana. Mana shu nastroykaga to'g'rilab olsangiz bo'laveradi. Mana bularni olib tashlash ham bo'laveradi o'zi aslida. Men haligi ICT bilan ham qo'shib ishlatganim uchun 0.79 da turadi baribir. Kerak bo'lib qoladi-da. O'shani hisobiga. Xuddi shunaqa ko'rinishda ishlasangiz bo'laveradi. Vot. Ana u vaqtlarda nima qilish kerak haligi? Stop oladigan davri ham bo'ladi-yu. Stop oladigan davrda shunchaki dam olish kerak. Bo'ldi, savdoga kirmaslik kerak. Mana bu holatda oladigan bo'lsak, mana bu yerda maksimum. Bu yerdan bizga buy berilyapti. Take profit bu yerda, full tepasi bu yerda, stop loss mana bu yerda joylashgan. 0.5% risk va full tepa. Mana bu yerda birinchi TP'ni olib chiqib ketsangiz bo'laveradi, 1da yoki bo'lmasa 1.5da. Endi bu narsani haligi o'zingiz qilishingiz, kontrol qilishingiz kerak bo'ladi baribir jarayonda. Chunki biz hozir mana trendga qarshi ishlamayotgan vaqtimizda, nima bo'lyapti? Har bitta take profitimizga bor beryapti. Agarda trendga qarshi ishlab qo'yadigan bo'lsak, baribir stop loss olish ehtimolligi ham bor. O'shaning uchun haligi re-entryni qilmanglar deb aytmoqchiman. Qaranglar qancha vaqt oralig'i bor. Xo'p. Undan tashqari o'zingizlarga eng aktual parani tanlab oling. Xohlasangiz mana shu GP USD da o'zida ishlang. Misol uchun-da, ana unga o'tib ketmang. Haligi hammasida ishlamaydi. Mana shu yerdan bitta yoki bo'lmasam ikkita yaxshi parani tanlab oling-da, o'shalarda savdo qiling. Xullas shunaqa. Men vaqtlarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman o'rtoqlar. Ana shu yerda bemalol ko'rib olsanglar bo'laveradi. Bu strategiya baribir update'lar bo'ladi, xudo xolasa. Lekin hozircha o'zini oqlayapti. Men sizlarga statistikalarni ko'rsatib berdim mana shu yerda. Bir haftalik statistikasi qanaqa yoki bo'lmasam mana shu 200 ta trade'ni ichida, misol uchun signal bergan bo'lsa, ana signallarning ichidagi statistika qanaqa? Hammasi shu yerda mavjud o'rtoqlar. Sizlar bilan bo'lmasam Hayotullo Sobirov bo'ldi. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Men ham sizlarga xuddi shunaqa zo'r strategiyalarni o'rgatishda davom etaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.